Baxtsiz odamning 5 ta belgisi bo'ladi. Birinchisi qalbning qattiqligi, ikkinchisi ko'zning muzlashi, ya'ni ko'z yosh oqiza olmasligi. Nasihat eshitganda, oyat eshitganda insonda qalbi yumshab, ko'zi yoshlanadigan holatda ham ko'zini quruq turishligi. Uchinchisi hayoning kamligi. Hayoning kamligi insonning baxtsizligiga dalolat. To'rtinchisi dunyoga rag'bat. Beshinchisi orzu umidning uzunligi, ya'ni o'limni eslamasligi. Asiriy va Saqafiy aytadi, albatta hayo va uns qalb eshigini ochishadi. Agar unda zuhd va taqvoni ko'rishsa, shu joyda qolishadi, aks holda yo'q. Insonda qalbiga kirar ekan mana shu ikkita sifat: hayo bilan uns, mehr shafqat. Agar mana shu insonning qalbida taqvo bo'lsa, zuhd bo'ladigan bo'lsa, shu yerda mehr ham, hayo ham qoladi. Aks holda chiqib ketadi. Muvahhid bo'lib Allohni yakkalab, Allohdan hayo qilsangiz, gunoh qilmay qo'yasiz. Gunoh qilmay qo'ydingizmi, ishlaringiz tekis bo'ladi, hammasi. Iqtisodingiz ham zo'r bo'ladi, siyosatingiz ham zo'r bo'ladi, oiladagi munosabatlaringiz ham to'g'ri bo'ladi. Hamma muammolarimizning ildizi Allohdan hayo qilmaganligimiz. Tekshirib ko'ringlar. Tekshirib ko'ringlar. O'sha bolamiz betarbiya bo'lib anqatyaptimi? To'yg'izdimi? Demak, qayerdadir biz o'zimiz xato ketganmiz. Yo ota-onamizni biz ham anqatganmiz. Yo unga olib kelib berayotgan luqmamizda gumon shubha bo'lgan. Ishonaveringlar, besabab mashina to'xtab qolmaydi-da, shap o'chib qolmaydi mashina. Demak, ichida bir muammo bor. O'shuning uchun bolalar bilan urushavermanglar. Qanday bola kunda tug'ilib qolgansan? Nimaga palonchini bolasiga o'xshamaysan demanglar. Yana qaytarib aytamiz, hayotimizda qanaqa muammo bo'lsa, biz Allohdan hayo qilmaganimiz uchun, gunohdan o'zimizni tiymaganimiz uchun bo'layotgan bo'ladi. Tushunyapsizlarmi mavzuni? Allohdan uyaling. Allohdan uyaling.